Assalomu alaykum aka, mana go'franim 5 kunlik bo'lganda yahayaptik mana. Ko'rdi mana. Ikkita mana. Ikkita, 3ta mana go'frani yaxshi aka. Mana shu o'zi laboratoriyalardi mana aka. Motor qo'yasizlar. Endi men jo'jani ishlarni ko'rsataman sizlarga. Ko'ring akalar. Kamerachi aka, mana ma'lumotni ko'rsatib qo'y mana. 3ta akamizda 3ta polchka ochamiz. Qolgani ochib turmaydi. Bu o'zi oradan o'tayotgan sovuq ham yetadi bularga. Mana ikkita ventilyator yoqasizlar. 29 30 ushaysizlar. Shu. Bu yer ham ishlayapti o'zi asli. Ko'rsa beki. Lekin ham mana sovuq haydayapti aniq, xudo xolasa. Mana mashinani yemi ishga o'tkazib qo'ydik mana. 5 kun ichida mana o'tdi. Barchalarni ishtirasizlar mana xudo xolasa yaxshi yuradi. Kech paytda nima yoqasizlar? Katalak qo'yasizlar 1 soatga. Nima sizlar sovib ketishi mumkin. Shuning uchun 1 soatga katalaklarni qo'yasizlar akalar. Aka, endi obunachilarimizga vitaminlarni ham ko'rsatib qo'yasizmi? Bo'l, ashirishdan chiqadi. Akalar mana bachogimiz bo'ladi mana shu 1 tonnalik. Mana kiranlik tashlama suvi ham bo'ladi-da. Bo'lmasa nima deydi, hali vaksina qilgan vaqt bo'lib qoladi aka. O'sha paytda tushirib olib, keyin to'g'ri suv olasiz aka. Mana kiranlik bo'ladi aka. Xullas aka 1 tonna bo'ladi. Mana birinchi kunlik jo'jalik paytda 150 vitamin mashi. Bu nimasi bu? Immunitet ko'taradigan dorisi bu aka. Buni bitta berasiz. Xullas 300 litrga 150 berasiz. Birinchi paytda berasiz. Buni ham 150 berasiz 300 litrga oralatib. Bir kun bundan, bir kun bundan. O'rtada toza suv ichish esdan chiqmasin. Yo 100 yo 200 toza suv ichish kerak akalar. Bo'lmasa bo'lmaydi akalar. Mana apparatga solasizlar, o'zi ketadi akalar mana. Mana o'zi sizga bu yerdan ko'rsatib go'fra ishlayapti, ishlayapti mana akalar. Mana go'fra ishlayapti mana. Ko'l, nam havo. Hammasi ishlayapti. Agar buni olsanglar hozir kun shamollab qolishi aniqda, o'shaning uchun akalar. Go'fran shamolni ham ko'rsatib qo'yamizmi aka? Ko'rsatamiz. Mana olsanglar mana ko'rdinglarmi akalar? Uchiradi mana akalar. Akalar bizga xudo xolisa mana ko'rsatdik. Bundan bu yoqqa qo'yib boramiz. Kimga jo'jani baxsh nimasi o'rgatinglar desanglar, mebel zapchastlari, mebel kerak bo'lsa, pastga telefon raqam qoldiraman. Shunga aloqa chiqarsa, o'sha tagiga kommentariyaga yozib ketinglar. Nima kerak bo'lsa, nima tushuntirish kerak bo'lsa tushuntirib beraman. Xudo xolisa sizlar baxsinglar, men xursand bo'laman aka. Bank pastga bo'linglar. Rahmat aka.